Mavsumiy allergiya ko'p hollarda bahor va kuz oylarida, ba'zan yoz oylarida ham kuzatiluvchi mavsumiy kasallik. Klinikasi: ko'z qizarishi, ko'zdan yosh oqishi, burun bitishi, ko'p aksa urish, burundan suv oqishi, ko'z, burun, tomoq va tanglayda qichishish kabi belgilar bilan xarakterlanadi. Ba'zan esa yo'tal, nafas qisishi va hansirash ham kuzatilishi mumkin. Sababi mavsum davomida hosil bo'luvchi changlarga nisbatan organizmning javob reaksiyasi. Davosi: tarkibida shirinliklar va konservantlar saqlovchi ovqatlardan va ichimliklardan ehtiyot bo'lish zarur. Mometazon va flutikazon saqlovchi dori preparatlarini antigistamin moddalar bilan birga qo'llash yaxshi samara beradi. Va albatta, mavsum tugagach qaysi allergenga nisbatan sezgirlik borligini aniqlab, shu allergenga nisbatan allergen spesifik immun muolaja o'tkazish zarur.